Assalomu alaykum asalarichi do'stlar. Xullas mana shu oilamizda onasi yaxshi tuxum qo'ymayotgandi, o'ldirib tashlagandim. Undan keyin 2 marta 3 marta matka berildi, chiqdi matka olmadi. Keyin mana moment ochibman, bugun kelib qarasam, bular g'umbak tortgan edi. Mana shu birinchi ramkasi, o narigi ikkinchi ramkasi. Ikkita ona yuribdi bu yerda. Endi bularni bittasini yetim qilib, yetim qilib emas, to'yis ajratib, birorta kichkina yashikchaga solib uzoqroqqa olib borib qo'yamiz. Bo'lmasa bittasi qochadi. Shetlarda yuruvdi. Hozir ko'rsataman sizlarga onasini. Mana bu ramkani onasi. Ajoyib. Bitta yashiqda ikkita onani kelishib yurishini birinchi ko'rishim. Buni hali urug'ini ko'rganim yo'q. Urug'ga kirmagan bo'lsa kerak hali. Chiroyli. Bu birinchi ona. Endi narigi ramkasinikini ko'ramiz. Xo'sh, mana shu g'umbaklardan mana chiqqan bular. Hozir ko'rsataman sizlarga. Qayerda yuruvdi? Mana ikkinchi matkamiz. Ikkalasi ham bir xil. Endi bittasini nemedlenni boshqa yoqqa olib borib tashlaymiz. Yoki onarini olib olishimiz kerak. Bu shu boshqa yoqqa olib borib tashlaymiz. Ikkita ona bilan ikkita oila bo'ladi, qoladi. Keyin rasplot ishlansa katta oilalardan olib berilaveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.